Kabutarlarimga dom berganimda bug'doylarni rosa chumolida tashib ketardi. Prima efir ketib qoldi. Shamol bo'tdi-da. Aynan shu qushni obzor qilmoqchi edim. O'zi chiqib berdi. Ketdik. To'g'ri qushni qanotini kesishga to'g'ri kelyapti. Aynan shu qush esingizda qolsin. Qanotini kesamiz bu qush. Janob yo'ldan bitta qush ketib qoldi. Yosh qushlar o'yinga kiryapti-da o'zi. Shamol olib ketib qo'yapti. O'yinini ko'rasizlar, qanaqa o'ynayapti bu. Tarbiya qilish kerak edi bu qushlarni. Kela qarang. O'sha yerdan kalla tashab beramiz bitta. Qopqonlarimiz ham chiqdi. Azizlar, xudo xolos qopqonlarni ham obzor qilamiz. Da, ketdik. Acha, ko'ryapsizlar, mana o'yinni bu kapitalchilarga tanish o'yin, juda tarbiya qilinmagan holati. Keling. Ustimga emas faqat. Ana. Tangi bitta qarab bering jonivor. O'zim o'ylanib. Xullas, men boshqa narsani aytayotgandim. Boshqa narsa yurib ketdi. Dom berganimda shu chumollar tashib ketardi. Mana bitta tashib yotishdi qarang donlarni. Lekin bitta dona bug'doyimni tashib ketganini hisobiga qaranglar, qancha bug'doylar chiqib keldi. Buni yana yeb bo'ldi. Mana o'zi bir videoga olib qo'ymoqchi edim. Qaranglar, qancha bug'doylar. Jonivorlar bu yoqdan yaxshi bo'ldi. Kapitallarni oldida tursa ko'zi to'q bo'lar ekan deydi. Ay jonivor. Keling mana. 4 oylik tak. Shamol ozgina pand beryapti. Ketdik joyizga. Ketish yomon emas, harakatlari 4 oylik xush. Shu mo'ljallangan maxsus joyimizga bizani tilda aytganda endi pitak deydi. O'sha pitakka tarbiyalanyapti qushlar. Faqat kun ham juda suv va bu qushning hali ozgina tarbiyasi bor. O'yinga kirganiga roppa-rosa bir hafta bo'ldi. Endi uni chiroyli qilib endi tarbiya qilamiz. Shu kerakli joyda o'ynab, kerakli bo'lgan reaksiyani beradigan holat qilishchi endi uni o'zini darslari bor. Shamol yo'g'ida albatta foydalanish kerak bunaqa usullardan. Bir haftachilik shu o'yinni qilyapti qush. Ozgina shamolda pand beryapti va qush ko'ryapsizlar mana evlolmaydigan holat. Iloj boricha tomga qo'ymaymiz. Mashalloh jonivor. Qatorda oldi maslahatim taklani suvda uchirmaydi. Ayniqsa yoshlarni zada bo'lib qoladi, zada. Men o'zi bilan uchirmadim, ko'rdinglar, indan chiqishim bilan o'ynab ketib qoldi o'zi qushlar. Ko'tarilib ketib qoldi, shamol olib ketib qoldi-da. Suvda zada bo'lib qoladi-da, ertaga boshqa qo'nish joyini topib qoladi. Uchirganingizda keyin shu joyga qo'nmoqlar qush. Ketdik davay. Mana takish qog'ozlari boyagi qushimizni, shu o'ynab o'zini boshqara olmayotgan yosh qushimiz. Endi buni ko'rayotgan bo'lsangiz mana kabutarchi qog'ozlar bilishadi nima holatligini. Mana 5 ta qanoti sekin-sekin asta-asta tullab chiqyapti. Hozir mana shu 5 ta qanotini mana shundan kesib tashlayman. Shu 2 oy, 3 oyda tullab o'zini holatiga keladi. Qanoti ham yorilibdi qushni. Mana buni biladiganlar bor. Qanoti yorilibdi qushimiz. Bu ko'pchilik aytadi, qanoti kelmagan deb. Yo'q, mana yaxshilab e'tibor berasizlar, bu qanotidan emas. Bu albatta qanotidan emas mana. Shu joydagi go'sht, payli joyidan mana. Payli joyini qattiq o'ynaganning hisobiga qonab ketibdi. Buni endi kesamiz. Faqat iltimos negativli bo'lmasin, qanotini kesib tashladingiz deb. Bu qushni hozir ko'rdinglar o'zingiz uchishini. Kesib tashlaganimiz afzal, chunki yosh qushimiz o'zini evlamayapti va qanoti mana bu yorilgan holatga kelyapti mana. To'g'ri tushunasizlar, negativlar bo'lmasin iltimos. Mana. Endi bu yoqni kesamiz. Mana bu qush yangi qanotini tullab chiqyapti. Albatta asta-asta tullab chiqadi. Va albatta 4 oy 5 oyda qush o'zini holatiga keladi. Shu qushni eslab qolasizlar. Xudo xolasa sizlarga shu qushni qanot kelgandan keyingi holatini albatta ko'rsatamiz. 20 metr, 30 metr, 40 metr shumlar bilan, chappalar bilan ketadigan qush bo'ladi, xudo xolasa. Shu kunlarga iloyim yetaylik. Bu ham chiroyli moda chiqyapti. Buni ham xuddi shunaqa yoshda 4 ta qanoti bor ekan hali. Mana 4 ta. Buni ham shu 4 ta qanotidan voz kechamiz hozir. Albatta va sabr bilan kutamiz. Qushimiz endi 4 oy dam oladi. 4 oydan keyin shu qushni xudo xolasa ko'rsatamiz.